Kofe ichimligiga bitta qo'shimcha mahsulot qo'shilsa, buyrak kasalligini unutasiz. Xo'sh, bu qanday qo'shimcha ekanligi haqida sizda qiziqish tug'ildimi? Hozir biz sizlarga bu haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Bu mahsulot kardamon ziravori bo'lib, uy bekalarining oshxonasida doimo asosiy o'rinda turadi. Bundan tashqari uning xushbo'y ta'mi haqida ham hammamiz juda yaxshi bilamiz. Kardamonli kofe ichimligi juda ham foydali va ajoyib ta'm beruvchi ichimlik hisoblanadi. Agarda siz muntazam ravishda ertalabki ichimligingizga yoki kofe ichimligingizga kardamon qo'shib iste'mol qilsangiz, buyrak va ovqat hazm qilish muammolaridan xalos bo'lasiz. Uning lazzatli ta'mi ham so'z bilan ifodalash ancha mushkul. Kardamonning tibbiyotda samarali ta'sir kuchini Hindiston va Xitoy xalqlari o'rganib chiqishgan va hozirgi kunda bu ziravorni bir qancha kasalliklarni davolashda keng qo'llab kelishmoqda. Quyida biz sizlarni kardamonning foydali ta'sirlari bilan tanishtirib o'tamiz. Birinchi, kardamonda organizmni tozalash xususiyati mavjud bo'lib, kardamon buyrak va siydik yo'llari kasalliklarini davolash va oldini olish ta'siriga ega va bundan tashqari qon bosimini ham muntazam ravishda bir me'yorda ushlab turadi. Ikkinchi, ovqat hazm qilishni yaxshilash. Kardamonli kofe ovqat hazm qilishni yaxshilashga yordam beradi va o't pufagidan safro ajralib chiqishini ta'minlab, oshqozon va ichaklardagi og'riqni bartaraf qiladi. Uchinchi, kamqonlikni bartaraf qilish. Kardamon tarkibidagi temir, mis, marganiz, foydali vitaminlar mavjud bo'lib, bundan tashqari eritrositlarning ko'payishiga olib kelib, kamqonlikning oldini oladi. To'rtinchi, antiseptik ta'siri. Ancha yillardan buyon hindistonliklar og'iz bo'shlig'ining yallig'lanish kasalliklarida kardamondan foydalanib kelmoqda. Beshinchi, immunitetni kuchaytirish ta'siri mavjud bo'lib, depressiya, uyqusizlikni bartaraf qilib, organizmni quvvatlantiradi. Oltinchi, terini himoyalash. Kofe issiq suvga kardamon solib ichilsa, terining tonusini oshirib, terining qarishini kechiktiradi. Yettinchi, sochlarni sog'lomlashtirish. Kardamon sochlarni davolab, sinuvchanligini yo'qotib, mustahkam va yaltirashiga olib keladi.